Do'stim tug'ilgan kuning bilan. Assalomu alaykum, rahmat. Bugun tug'ilgan kunim, pensiya yoshiga ham to'ldim. Endi pensiya uchun hujjatlar yig'ish kerakligi haqida o'ylab yuribman. Do'stim, hozir sen hech qayerga borishing shart emas. Qanday qilib? Ariza topshirish, hujjatlar yig'ish kerak emasmi? Yo'q. Endi yoshga doir pensiya proaktiv bo'lgan. Ayollar 55 yoshda, erkaklar 60 yoshda pensiyaga chiqadi. Pensiya jamg'armasi o'zi ma'lumotlaringni tekshiradi va pensiyani avtomatik tayinlaydi. Hech qayerga borib ariza topshirish shart emas. Mehnat daftarcham, oylik ish haqi ma'lumotnomalar, undan tashqari yana bir nechta hujjatlar yig'ish kerak edi-ku. Hozir unaqa emas. Ha? Tug'ilgan kunimga tabrik shekilli. Hurmatli fuqaro, sizga yoshga doir pensiya tayinlandi. To'lovlar belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Ana ko'rdingmi? Hech qayerga bormasdan turib, hammasini hal qilib qo'yishdi. Rostdan ham qulay ekan. Ilgari odamlar oylab hujjatlar qidirib, yig'ib, ko'tarib yurardi. Ha, asosiysi ish staji va oylik ma'lumotlaring raqamlashtirilgan bo'lishi kerak. Yagona mehnat milliy tizimiga to'liq kiritilgan bo'lsa, tizim hamma ish stajini avtomatik hisoblaydi. Men-ku ma'lumotlarimni ishlaganim uchun ish joyimdan kiritgan edim. Mehnat faoliyatini tugatganlar esa nima qilish kerak ekan? Mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolar ish stajini kadrlar bo'limi orqali kiritadi. Mehnat faoliyatini tugatgan fuqarolar esa o'z hududidagi kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlarni raqamlashtiradi. Demak, oldindan ma'lumotlarni elektron bazada to'g'ri yuritish juda muhim ekanda. To'g'ri aytding. Raqamlashtirilgan ma'lumot oson va tez xizmat degani. Bugun menga 2 karra bayram bo'ldi. Tug'ilgan kun va pensiya tayinlangan kun. Tabriklayman do'stim. Yangi pensionerlik hayoti muborak bo'lsin.